arablarning eng hassos shoiri sifatida Ibn Rumiy e'tirof etiladi. Quyidagi misralardan siz ham bunga amin bo'lishingiz mumkin. U bir misrada mahbubaning nazar solishini juda yuqori darajadagi tashbih bilan, juda yuqori darajadagi o'xshatish bilan ifoda qiladi, maromiga keltirib tashlaydi. Va ilahu in nazarat va in hiya aradat waq'u sihami va naz'uhunna alim. U bundan oldingi misrada mahbubam menga nazar soladi, nazar bilan nazar o'qlarini menga yuboradi, meni qalbimga yuboradi deydi. Va davomida mana bu misralarni aytadi. Qurgur qarasa ham va mendan ko'zini olib qochib yuz o'girsa ham juda yomon qiladi u. Nega desa, chunki uni nazari menga o'q kabi sanchiladi. O'qni sanchilishi ham og'riqli, o'qni sug'urib olish ham og'riqli deydi. Ajoyib tashbih.